Voy, Ibrohim. Qozog'iston, Rossiya, Gruziya, Turkiya shuncha joylarda svязь qalay ekan? Aka, Uztelekomga men jinni bo'ldim. Eng mazza qiladigan joyini ayt, nima bilasan? Mana. 5G. Mayli, bu mazza o'z samosaboy. Mazza qiladigani har safar chegaradan o'tganimizda yangi sim karta olib, yangi abonent qil, yangi internet anaqa qilmas. Bitta Uztelekomdan podключаться qildik, nima ekan ukam? Aka, tog'larni orasida yurimiz, 5G ushlayapti. Bor, yana nimadir ozgina muammo bo'lib qolsa, operatorlari o'zbek, ya'ni inglizchani o'rgan, nimadir qilib yurmaysizlar, skachat qilasizlarmi, загрузка qilasizlarmi? Biz blogermiz-ku. Internetsiz tura olmaymiz. Lekin Uztelekomga jinni bo'ldim. Qaysi davlatga borsa, o'sha davlatning eng kuchli kompaniyasini liniyasiga qo'shib olar ekan, aka. To'ppa-to'g'ri Antarktidani zabt etganmiz. Elbruslarni, boshqa joylarda, hamma joyda, hammada savol. Internet qayerdan? Internet Uztelekomdan.